Aka chaqirdingizmi? O'tiraman aka. Bo'ldi. Institut bitirding. Yo'qsa endi bunaqa yurish. Aka va'dachi? Va'da men ota-onamizga bergan va'dani bajardim. Institutda o'qitaman dedim, o'qitdim. Bo'ldi, ertadan men bilan ishlaysan, tushundingmi? Menga qarang. Men sizga necha marta aytdim? Siz meni kimligimni bilyapsizmi? O'zim motivatorman. Odamlar meni hayotimdan o'rnak olish kerak. Yaxshigina odamlar keladi, obro'li, vazirlikda ishlaydigan odamlar keladi. Siz ketingizdan kelayotgan odamlarning ahvolini qarang. Dordan qochganga o'xshaydi, kalla kasallarga o'xshaydi. Shuncha qilib yurgan ishingiz yetmaganda endi ukamni ham tortyapsizmi shu yo'nalishga? Tavba qildim. Normal odam bo'lasizmi? O'zi yo'qmi? Unda chiroyliroq yashay olamizmi, yo'qmi? O, menga qara. Bu uyda kattasi menman. Erkaklar ishiga aralashmang, tushundingmi? Ukamni miyasini har xil bo'lar bo'lmas gaplar bilan zaharlamagin ham. Ukam, to'xta! Davomini ko'rmoqchi bo'lsangiz, like bosib, podpiska tugmasini bosing.